Ozorda 12 ta xato, 3. O 9 ta xato qilyapti, ish quvvat va mahliyo. Ish quvvat. 9 ta. Mesela ben naturca kol bilgilegansan endi. Hop, yine sen napsın farzana. Ben 2, 3, 4, 5, 6 ta. 4 bular farzana. Xudoyor var. Xudoyor var haydi. Beshogalar bor madamlar. Yo hozir aytaman bilmayman meni. Boshqa gruppalardan bittagina olyapti, boshqa gruppalardan umuman olmayapti. Nima buyog'i teshing? Nima nima almagan. Texnik nosozlik degan. Texnik nosozlikka uchradik. Boyna qizimizniki qani sizniki? Aytmaydi. Ha, bilasiz a? Xolmurodova. O'sha. Xolmurodova 3. O'zi ikkingiz bor ekan, siz naborot ko'tarilyapsiz. Qilsam, Daftar yo'g'iga qo'yuvdingiz, daftaringiz olib kelmaysiz. Lazizami? Laziza o'tgan safar sababli qilgan ekan, spravka shartami? Hechkim Nima bermayapti? To'g'rilab kelaman dedim. Bu safar o'tmadingiz, keyin qolgan darsimi? 5 talarim bor ekan. 5 ta xato deb yozmagan. Kimniki? Jasminaniki. Kim Samila? To'g'rilaysiz. Haydar va Jasmina 4 bahor. Men 6 olgan. Haydar va Jasmina 4. Ha, domla. Yo'q, buni mazmun javob bering, to'g'rilab bersin. Javob bering. Agar faqat daftarga baho mayli. 3 qo'yaman. 2 ni 3 ga o'zgartiraman. Bo'ladi. Sepang siz nima qilyapsiz? Ko'tarilyapsiz. Молодец. Ana shuni ikkisangiz. Ayni dam olishlar qiliyor. Ha. Ustozga aytasiz. Aytdim-ku sizga. To'g'irlashdimi? Aytdim buni. Nechta xato ekan? $20 dedim-ku. Sizmi? Nechta? Sakkiz xato qilibman. Hop. Baholaring 3 ekan bo'lsa, agar, ha, odatda 3 qo'yapman, 2 deb yiqildi deb qilmayapman, mayli kunlarga qarayapman. Agar 3 bo'ladigan bo'lsa yoki 4 bo'ladigan bo'lsa, 8 taga necha baho? 4 qo'ying, hay ustoz. Ana shu 3lar joriy baholarga qarayman. Masalan, irodada bor baho. Keyin bor edi. 3larni 4ga ko'tarib beraman. Bilasiz? Borda bilmayman. Aytdingiz, bundan nechta baho bor? Ha, 4 ta bahongiz bor ekan. Ha, 3ni kompyuterga qo'yib beraman. Agar joriy bo'lmasa, qanday bo'lsa shunday qo'yaman. Xo'p? Bilasiz, siznikini ko'tarib beraman bir bor. Sinf bo'yicha sani o'tgan safar maqtadilar. Kompyuterga 4 qo'yib beraman. Bol daftarim bilan ketaman. Yo'q, hozir. Chekni bo'lsin hozir. Hisob-kitob bo'yicha. Meniki 5 ta ekan. 5 ta. Kim? Ma'ruf bor. Sunbular 4. Ko'chirmanmi? Hisoblayman. 20 ga ko'paytirsan 80 bor bo'ladi. 80 ga qaraysan 4 ga 4 ta. Zubaqar sizga ham 4 qo'ydim. Ha. Turtliga siz xursand bo'ling, hamma 3 olyapti. Ha, baholangiz bor-ku. Masalan, 3 mehribon, 3 ta baholangiz bor ekan. Ko'tarib qo'yishga harakat qilamiz. Menga qo'y. Masalan, yana bor. Parviza kim? Zo'r o'qigan ancha, 3 o'tiribdilar. Sunbular Atrof ko'taram 5 qo'yib beraman Sunbulaga. Zo'r baholar ko'p bo'laydi. Menga ham 5 qo'ying ustoz. Yetib yozib qo'ygan. Ha, aytishni hamma yozmaganlar yozib berdimi? Bugungi mavzuni beradi. Keyin savol yozdirdim ikkita. Javobini orqada ulardan baholayman. Xo'p, aytasizlar. Yozganman. Tekshirganman, baho qo'ymaganman. Bahoni qo'yaman. Ha. Juda ham yaxshi. Tezroq qo'yiladi 5 ta. Maysra bo'lish o'rni men ham
Uzoq bo'ladi. Ha, Adiba. Adiba 5 ta degan. Adiba 4. Sizniki shunday qoldi, Adiba. Chunki 2-ingiz, 3-ingiz, 4-ingiz baholaymiz. Nima ikkita bir yozdi, shunga ketganmi? Yaponiya. Monako degan davlat. Monako degan davlat bor. Monako bormi sizda? Katta Ispaniya, Janubiy Koreya. Xotama va Glandan 7 ta. Xotamda. Xotamda Bemada o'lsin, bersa yaxshi bo'lardi. 7 tami? 4 qo'yamiz. 8 ta 3 qo'yamiz. Bulardan 4 apa. Ustoz agar qoniqmasa, agar boshqa yo'q. Yo'q. Yakunda boshqa chiqib ketibdi. Bu. Mana edi, atrof. Hayasini Bermadi. Abdunabiy va Ozod. Bersa yaxshi bo'lardi. Ozoda 4, 7 ta xato qilyapti. Ya, hay borim qo'ydim. Shunday tekshirammi? Oley! Sabr. Qanday amsi besabrlik uchun chiqmadi endi. Hali so'shdi. Eng oxirida qoldi. Voyna kelib ketdi bu. Ana shunday bo'ladi. Xudoyim sabringizni sinayapti. Davay. Aytdim-ku, joringiz bo'lsa ko'tarib beraman baho. Muammo bo'lmaydi. Joringga qarayman-da bittaga demadim. Hozir vazifam qilganda sizni qo'shamiz, ko'taramiz. Hatto asrashilik. Xosiyatmi? Ustoz yozganman kontrmuxni. To'liq yozmagan bo'lsa xato hisoblang. Shunday bo'ladi. Damlarda telefon javob bersam bo'ladimi? Bering. Xosiyat 3. Asta xato hisoblang. Ayranib. Ustoz shuncha bahom bilan ham jo'masam kerak. Ustoz shuncha bahom bilan o'shamasam kerak. Ko'tarib qo'ying. To'xtang. Hozir yoshlar. Mana bizga olgan. Kinoga to'ygan bir. Meniki nima bo'ldi? Jorilar ko'raman. Hatto boshi yo'q. Xato hisoblang. 2018 emas, 2019. To'ydan boshlaydi. Xitoy to'g'ri. Afrosep deb atalgan esan. Ha, to'g'ri deydi. Men sanadan. Bular o'zi bir bol ayirib qo'yishim kerak. Yana shuncha bahom bilan olmasam kerak. Ha, aytdim-ku. Boshqa yozamanmi? Yo'q. Ha, buni joriga qo'yaman. Buni joriga aylanib ketay. Daftarlang bo'lsa mana. Aytdim-ku, bir bol qo'shaman hammaga. Endi hammaga emas, joriy bo'lsa, daftarlar ko'rsatgan bo'lsa